Secret Loki'ning maskasi bolalar. Secret Loki'ning maskasi bizda 16 ta bor. Hammaga salom bolalar, nima gap? Yaxshimisizlar, tuzimsizlar bolalar? Bugun biz obunachilarimiz bergan narsalarda trade qilamiz. Bolalar, merchga tiqamiz. Mana kecha tradedan vafshi ko'p narsa tushgan. O'shalarni bugun merch qilamiz bolalar. Juda ham kuchli narsalar tushgan menga. Qaranglar. Qancha narsalar podarka qilib yuborishdi, qaranglar. Shuncha maska, mana даже Kanadaning 200% lik narsasini ham podarka qilishdi bolalar menga. Bu degani biz hozir shularni craft qilib, bilmadim, mana masalan hozir 2300 bo'lsa, shuni ko'ramiz hozir oxirida qancha bo'lar ekan bolalar. Bunaqa bo'lsa qani boshlaydi bolalar. Bu videoni boshlashdan oldin bitta like va podpiska esdan chiqmasin bolalar. Videolar yana tezroq chiqishni boshlaydi. Tak, unaqa bo'lsa boshlaymiz bolalar. Tak. Qilib, men turib olaylik chiroyli joyga. Tak, bo'lmasam boshladik merchda. Biz bularni oxirga olib qo'yamiz. Shirin narsalar oxirga olib qo'yamiz. Oddiylardan boshlaymiz bo'lmasam. Tak, mamlar 3%liklar. Tak, tez qilaman, чтобы sizlarning vaqtlaringiz olmasligi uchun. Tak. Aha. Yana ana shkolatchani qilamiz. Tak. Yana banchikcha bor ekan. Tak, banchik yana bor ekan. Banchik nechta ekan, ha? O, 8 ta ekan. Bo'ldi, tugadi menimcha banchik. Endi donutga o'tamiz. Donut. Tak, ochki yana bittaga yetadimi? Yo'q, yetmas ekan, bo'ldi, zo'r. Bu ikkita bo'ladi bu. Tak, hikmatda. Tak, bundan cupcake mix. Tak, mana bitta, yana bitta bo'ladi adashmasam. Mana 3 ta chiqar ekan mana. Tak, chiqaramiz. Buni ham qaytaramiz, buni ham qaytaramiz. Tak. Sezyapsizlar o'sha bolalar. Mana bitta yulduzcha, o'sha bitta yulduzchasi bor, 9% bo'lib qopti. 16% ga aylanadi bu. Bu ham 9%, bu ham 16% ga aylanadi. Itak, ayiqchamiz 10% 26 ga aylanadi. Yana bitta bor menimcha. Mana 10% 26. Bolalar ko'ryapsizlar qanchalik kuchayapti. Sekin qarab turinglar, tepaga chiqamiz yana. To'plab chiqamiz. 10-26 ga aylanadi. 14%imiz 24 bo'lar ekan. Ozgina slabroq ekan bu. 15%imiz 38 ga aylanar ekan. Tak, 15%imiz yana 38 bo'ladi bu ham. Mana 25% liga keldi o'sha. Tak, sunset kart ekan. 60% ga aylanyapti mana bittasi. Buni aylantirib oldik. Mana 25% ligimiz 5 ta to'planib qoldi. 60% ga aylandi bu ham. Yana 25% mana qanotlarimiz Candy Wings. Bu ham 60 ga aylandi. Tak, 25 bu ham 60 bo'ldi. Mana 26% likdan 5 ta to'plab qo'yibmiz. Bu 42% ga aylanyapti. Buni tayyorladik. Bu trofeyimizdan ham to'planib qoldi. Bular 50% lik narsalar. Bularni olsak 112 bo'lar ekan. Oldik. Tak, yaxshi. Koronamiz 112 ga yaxshi. Tak, 60% lik narsamiz ham o'sha 5 ta to'planib qoldi. Tak, 95% bo'ldi. Zo'r. Qanotlarimiz qaranglar. 60% lik qanotlarimiz o'sha qancha to'planib? 11 ta to'planibdi. 95 ga aylanyapti. Bu o'zi boshida 25 va 50 bo'lishi kerak. 25 ekan. Boshida 25 bo'ladi, qarang. 95% bo'ldi. Mana 60% ligimiz 5 ta to'planibdi. Bu ham 95% bo'ldi. Bolalar eng zo'r joyga kelyapmiz. Tak, mana 100% lik narsalarimiz 205% ga aylanyapti. Ketdik bo'lmasam, merch qildik. Ko'rsat. Hali ham qanotda yuribdi bu. To'plar tugab olsin. Hali ham, tak. Mana bo'ldi, oxiriga keldik. Tak, boshlandi bo'lmasam. Secret Loki'ning maskasi bolalar. Secret Loki'ning maskasi bizda 16 ta bor. Ketdik. 205%. Tars. 205%. Tars, yana bitta. 205%. Go. Bo'ldi. Maskalarimiz bitta bolalar. 205%. Bitta, ikkita, 3 ta bor. 4 ta bor ekan. Yana 4 ta oddiy maskadan yig'sa, yana shunaqalar bo'ladi. Yana bitta yig'alamiz. Tak, hozir bizda magazinda narsa ochildi. Bularni olib qo'yamiz, keyinchalik kerak bo'ladi bular. Merchga kiramiz yana. Bular mayli, bular qilmay qo'yamiz. Oxirgi mana Candy Dominus. Tak. Candy Dominus 288% ga aylanyapti bolalar. Merch qilamizmi? 1 2 3
288 bo'ldi. Bolalar qaranglar, endi men sizlarga boshida ko'rsatdim, mana necha foiz edi bizni inventarimiz 2300 qancha edi. Hani endi bosamiz equipda 2478 bo'ldi bolalar. Bu hali mamlarni qo'shmadik yana. O 200% deyizlar yo'q hozir. Endi mamlardan 1 2 3 4 ta noobdan yana bitta kerak. Kimda bo'lsa bolalar kutaman hammani. Kimda kerak emas bo'lsa bersalaring vaqti zo'r bo'ladi. Men mamni yana ochmoqchiman bolalar. 100 taga. 100 ta Robloxga buni sotib olish kerak. Hozircha Roblox yo'q, endi tashlaymiz. Kech payt stream bo'ladi, streamda tashlaymiz bolalar. 300% ligimiz bor. Ancha kuchayib ketdik bolalar. Mana shuncha narsa bor hali. Bular to'plansa bularni yana qilamiz bolalar. Tak, nima bo'lsa bolalar sizlar bilan mana shu videomiz mana shu edi. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bolalar o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Like va podpiska esdan chiqmasin.